G'alaba shiori, eng muhim xabarlar, biz bilan birga bo'l. Muhim sport. Assalomu alaykum sportseverlar. Haftaning shov-shuvli xabarlari bilan bo'lishamiz. Bugun dasturimizda Muhammad Saloh Liverpulni tark etadimi? Fransiya chempionatidagi eng yaxshi futbolchi kim bo'ldi? Real nega Mourinhoni qaytarmoqchi? Mbappe qaytib Bernabeuda o'ynamaydimi? Biz bilan qoling, eng qiziqarli xabarlar kutmoqda. Muhim sport. Muhammad Saloh Liverpulni tark etadimi? Muhammad Saloh joriy 2025-26 yilgi mavsum yakunlangach Liverpulni tark etishni rasman hal bo'lmoqda. U jamoa muxlislari bilan xayrlashuv bayonotini ham e'lon qilgan. Shu tariqa uning Infield'dagi 9 yillik buyuk erasi o'z nihoyasiga yetmoqda. Futbolchining agenti Rami Abbas Salohning keyingi jamoasi borasida hali yakuniy qaror qabul qilmaganini ma'lum qildi. Matbuotda unga transfer bozorida 3 yillik va katta moliyaviy paketni o'z ichiga olgan jozibador takliflar borligi aytilmoqda. Liverpul rahbari Misrning yulduzini o'rnini bosadigan nomlar ro'yxatini shakllantirgan. Asosiy nomzodlar qatorida Monakoning 24 yoshli yarim himoyachisi Magnus Aklish ham bor. Fransiya chempionatining eng yaxshi futbolchisi kim bo'ldi? Fransiya chempionatining eng yaxshi futbolchisi Usmon Dembele. Milliy professional futbolchilar ittifoqi talqiniga ko'ra 2025-26 yilgi mavsumda Fransiyaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bu mavsumning ajoyib o'zgarishlaridan so'ng PSG hujumchisi Usmon Dembele UNFP taqdirlash marosimida Liga 1 MC Donnells mavsumining eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. U Fransiya terma jamoasining sardori va PSJning sobiq jamoadoshi Kylian Mbappening ketma-ket 5 ta mukofotini qo'lga kiritdi. Dembele murabbiy Luis Enrique tomonidan markaziy o'ringa ko'chirilgandan so'ng darvoza oldida sermahsul mavsumni o'tkazdi. U barcha musobaqalarda 33 ta gol va 13 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Fransiya Kubogi finali va UEFA Chempionlar Ligasi finali hali o'ynalmagan. Mbappe qaytib Bernabeuda o'ynamaydimi? Mbappening Madrid klubidagi faoliyati og'ir inqirozni boshdan kechirmoqda. Real ketma-ket 2 mavsumni yirik sovrinlarsiz yakunlagach, muxlislar va matbuot bor aybni fransiyalik hujumchiga ag'darmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Mbappening jamoadan ketishini talab qiluvchi Mbappe out onlayn petitsiyasi ishga tushdi va u qisqa vaqt ichida 70 milliondan ortiq imzo to'pladi. Jamoa muxlislari uni uy uchrashuvlarida hushtakbozlik bilan kutib olishmoqda. Shu sababli futbolchi ruhiy bosim tufayli mavsumning qolgan uy o'yinlarini o'tkazib yuborishni afzal ko'rayotgani aytilmoqda. Mbappe Barselonaga qarshi kechgan muhim El Clasico o'yinidan oldin chap oyog'ini jarohatini yangilab oldi va asosiy tarkibdan chetda qoldi. Yakunda Real Barselonaga mag'lub bo'ldi va kataloniyaliklar muddatidan oldin La Liga chempionligini rasmiylashtirdi. Hujumchi Italiyaning Sardiana oroliga ta'tilga ketgani uchun klub bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa va jamoatchilik tomonidan keskin tanqid qilindi. Real nega Mourinhoni qaytarmoqchi? Ketma-ket ikkinchi omadsiz mavsumdan keyin Real katta ehtimol bilan Jose Mourinhoni qaytaradi. Xo'sh, nima uchun rahbariyat portugaliyalik murabbiy tanlovida qolmoqda? Ilk sabablardan biri ichki muhitni to'g'irlash uchun. Endilikda katta shaxs kerak bo'ladi. Egolarga to'lib ketgan kiyinish xonasi na Ancelotti, na Alonso, na Arbeloa tartibga keltira olmadi. Klubdagi barcha vaziyatlar qanchalik jiddiyligini bilishadi. Shu sababli ham Mourinho tanloviga qarshi chiqayotganlar deyarli yo'q. Perez bundan oldin Zidane va Ancelottini ham jamoaga qaytargan va bu qaysidir ma'noda omadli bo'lib chiqqan. Fransiyalik mutaxassis ikkinchi bor murabbiylikka tayinlangandan keyin La Ligani qo'lga kiritgan. Carlo esa 2 bor Chempionlar Ligasida yutgan. Shuningdek, rahbariyat Realga qarshi har tomonlama hujum bo'lmoqda. Bunday paytda esa Real logosini tish tirnog'i bilan himoya qiladigan odam kerak. Bundan 16 yil oldin ham 2 yillik sovrinsiz mavsumdan so'ng Mauriga murojaat qilgan. Josening Realdagi faoliyati davomida u ishtirokida o'z futbolchilari, rahbariyat, hakamlar, murabbiylar va hatto jurnalistlar bilan janjal yuzaga kelgandi. Hey! Maydon olovi! Go! G'alaba shiori!